ushbu tasvirlar yallama boshqarma chegara postida kunini ahvolida siz bilan Nurullo Nuriddinov. Hammaga xayrli kun. Menga bola murojaat qilganida что yallama boshqarma chegarasiga kirishda kalkashlar paydo bo'lganimiz navbatsi o'tmaydi. Biz shuni tekshirgan ekandik, hozir yallama boshqarma chegarasigacha boramiz. O'zbekiston Respublikasi yuk tashish sohasi hozirda kriminal sxemaga botib bo'lgan. Qariyb 30 mingta yuk mashinasi bor korxonalar demayman, shundan hech bo'lmasa 80% jinoiy uyushgan mana shu o'zini transport logistik kompaniya deb qo'shib olgan kompaniyalar tomonidan ablat qismiga tiqib tashlangan. Hammasi naqd evaziga yuk tashilyapti. Qanchadan qancha pullar отбивание bo'lib tushib ketyapti. Lekin bu holatda bironta davlat organi chorasini ko'rmayapti. Sababi bu transport logistik xizmatini ko'rsatayotgan, faoliyatini olib borayotgan shaxslar bular faqat Sherzod Qutbiyev bosh bo'lgan soliq qo'mitasidan ro'yxatdan o'tadi. Mana hozir mana shu gapimning isboti sifatida mana shu yo'laklar shu departament qanday qilgan haydovchilarni o'zlari bu holat bo'yicha so'rayman. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimi, zo'r yaxshi. Mana shu hozirgi haqqimizda tuyaqilayotgan dispetcher o'zidan transport kompaniyasi yasab olgan mana bu to'rtta jinoiy elementlarga qarshi mana shu katta bir nimani boshqarib qarib o'tishadi. Mana shu holat bo'yicha nima deysan? Mana shuncha bir gunohga boshina olib borib kelyapti. O'zini o'zi topyaptimi? Bunda yuk boshimizda olib borayotgan anaqalarni ishlaridan biri eksportni kuchaytirish sohasi, masalan, xolodilniklar hammasi ovush ortgan. Bu kechadan beri ochiratga turibmiz. Bular bez ochirat mashinalar kechasi bilan kalkashlar tomonidan bez ochirat zo'ravonlik bilan olib kirilyapti-da. Yallama boshqarma chegarasida bo'lyapti. Yallama post chegara M39 trassadan biz yo'lgacha mana rovna bir sutkada ketdik-da. Endi shuni yuqori tashkilotlarga iltimos qilib qolamiz. Mana shu narsalarni sal tartibga olib, realniy tashkilotlar, organlar tomonidan sal tartibga olsa yaxshi bo'ladi. Hozir qarashlarni qolamiz, qanaqa qo'yiladi, boshqa holatlar ko'rsatib harakat qilamiz. Endi hozir qarorlarimizga qo'yib, davlat organlariga mana shu qo'lga tashkilotlarni hammasiga jo'natamiz. Omad tilayman. Rahmat. Men yana bitta gapni ta'kidlab o'tmoqchiman. O'zbekistonda juda ko'p davlat organlari bor. Mana shu perevozka sohasini nazorat qiladigan. Hattoki qonunlarimizda ham belgilab qo'yilgan. Qaramasdan mana shu O'zbekistonda tutkashgapti. Buni nazorat qiladigan organlarga shuncha pul отбивание bo'lib chetga chiqib ketyapti. Nima uchun birorta davlat organi so'ramaydi? Agar shartnoma bormi deb so'rasa, qariyb 90% shartnomasi yo'q tutash. Mana shu holatga birorta davlat organi, huquq-tartibot idoralari e'tibor berishini so'rab qolardim. Yerdan qalqash paydo bo'lib deyishdi. Kelib, navbat ruxsat qo'yishmi? Ha, qancha vaqt o'tyapti? Kecha qariyb 1 kun bo'lyapti. Ahmad Ismoil bosh qaytdi. O'rmonda boshqalar O'zbekistonda chiqishgan. Rahmat. Привет. Как самочувствие? У тебя один, да? Что или дружок? Тебе тоже предлагали вот, здесь какой-то появился колгачи, что предлагали, что предложили таблетки. Нет, допустим. Такой студийный пропаганда. Ну, я знаю, Адель вообще пустой должен нельзя. Чтобы он полезет. Запрещено. Тут никто не понимает. Если хочет, сначала вот парадки. Попробуй, да, что у меня Адель вообще. Здесь никто не поймет. Здесь нет никакой понятия, потому что много нет знания, а нет, что такое вещество, что такое. У тебя хоть быстрее машина. Mana shu boshqona chegara postida ketishsa, bitta nimaga e'tibor berdim. Mana Ader, bu birorta joyda qanday ishlab turishi mumkin emas. Bu o'z oti bilan xavfli yuk. Oladada deb Aderlarni ko'rdik, Aderlar. Hammasi bir qator mana shu boshqalar bilan turibdi. Yuki bormi, yuki yo'qmi? Ader qanday hayda boshqalar ishda turishi haqlanadi. Nima qilsa, что Ader должен стоять на коленях. Не должен, что? Обязан, что ли? Где написано? У тебя и так фугасный бомб, а он хоть пустой, хоть гружен. Это здесь, я уже почти 10 машин посчитал, все они на коленке стоят. Мне
Интересно, если вдруг 50 раз жарить, Да, всякое лето сгорит. Не даёла. только махалла тоже горит. Правильно? Başka и терпение. Doimo ko'p ta'kidlab kelaman. Mana shu biz tashiyotgan mahsulotlar, eksport mahsulotlarini narx-navosiga ko'pincha haydovchilar aralashmaydi. Haydovchilar aralashgan bilan foydasi yo'q. Firmalarning o'zi hal qiladi ko'pincha. Shuning uchun haydovchiga qizig'i yo'q. Borib reysga borib kelsa bo'ldi. U kriminal tizimda borib kelyaptimi? Bir jinoiy uyushmalar tomonidan amniyat tizimiga tiqib qo'yilgan safar haydovchiga qizi yo'q. Birinchidan bu yerda transport vositalari ijarasida korxonalar ham bu holatda ko'pincha aybdor. Changilar bosib to'xtamaslik kerak, borib ketish kerak. Va bu natijasida mana o'zbek burada перевозкасының narxi pasayib ketgan hamda kriminal batmoqqa botib ketgan. Mana bular hammasi xavfli yo'nalg'i tashiydigan transport vositalari. Bular mana bu qishloq hududida turishi kerak emas. Yuk ortganmi, yuk ortmaganmi? Bu xavfli transport vositalari hisoblanadi. Mana o'quv markazimizda xavfli yuk nima? Portlovchi modda nima? Yonuvchi modda nima? Mana shu depo kurslarida Interavto o'quv markazida barcha bilimlar hozir mana shu malakasini oshirayotgan haydovchilarimizga berilib borilyapti. Shuning uchun bu o'yinchoq emas, bu narsaga jiddiy e'tibor berasiz. Hamda xavfli yuk nima? O'sha xavfli yuk bilan kelgan mashinani qanday tirbandlikda ushlab turmasdan o'tkazib yuborish muhim ekanligini doimo yodingizda tutishga to'g'ri keladi.